Ko'plab hozirgi novostroykalarda hammomda juda ham tor пространство, ya'ni ko'pchilikni hammomida kirosishga yoki balkonlar juda ham kichkina qilib qo'yilyapti. Masalan, tor пространствоda ko'pchilikda muammo nima? Kir quritishga devicelar ishlatishadi. Buni rangi Narda Grey, buni oqi, qorasi ham bor. 80 santimetrlik kir quritishga beso'ka. Bu odatiy beso'ka emas, bu kompaktni universalniy beso'ka. Ko'plab zamonaviy gostinitsalarda ishlatiladi, anaqa qotiradigan komplektatsiyalar shabloni bilan birga bu shablon devorga teshib olishingizga. Buni funksionalligi xohlang balkonga, xohlang vannaga, xohlang detskiyga farqi yo'q. Endi bunaqasiga katta bilo quritadigan bunaqa raskladушка qidirib yurishi shart emas yoki ushlashi shart emas. Hamma ag'anab yotadi. Buni quliyligi balkonda katta joy egallamaydi. Любой balalikka qotirib ketaverasiz. Самое главное, issiqlik devicelaridan unumli foydalanish uchun buni radiatorga bundoq qo'ysa bo'ladi. Mana radiator tepasiga bundoq qotirib qo'ydingiz. Bolalardan xavotir olmasangiz bo'ladi. Bolalarga ortiqcha xavf tug'dirmaydi agarda siz buni albatta yig'ib qo'ysangiz. Bolalar boshini bo'ladi deydiganlarga. Buni oq rangi ham bor. Oq rangi, qora rangi, hamma ranglari mana. Oq, qora, mana bu. Oq mana bu qorasi. Bu esa Narda Grey rangi, seriya оружейный. Mana bu qora rangi. Bu просто так balonchikda sepib qo'yilmagan. Siz qo'lbola yasalganlarini bozorda uchratishingiz mumkin, ammo bu toza zavodskoye, порошковый покраска. Katta temperaturada poрошок sepilib, kechkada quritiladi. Quvurg'alar mana o'ziga zapasdan quvurg'a bordi. Bu loft stilga ham tushadi va oddiy dizaynlarga ham yetib ketaveradi. Ko'rinmas, такой скрытный. Mahsulot qiziqarli bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang, balki siz bunaqa foydali videoni keyingi safar uchratmassiz.